Assalomu alaykum aziz opa-singillar, muhtarama onalarimiz. O'ta mehribon va rahimli bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo mana shu imtihonlarni har birimizni umr davomida bizga birin-ketin berib, bizga ro'baro qilib turadi. O'ta rahimli bo'lgan buyuk Robga, bandalariga hech zulm qilmaydigan zotga nima uchun bandalarini bunday imtihonlar bilan sinash kerak? Bundan biz nima manfaat olamiz? Bugun Qur'on va hadis bilan inshaalloh o'rganamiz. Alloh taolo Baqara surasining 214-oyatida sizlardan avvalgilarga kelganga o'xshash narsa sizlarga kelmay turib jannatga kiramiz deb o'ylaysizlarmi deb bizga xitob qilyapti. Ya'ni bizdan avvalgilar mana shu xorliklar, musibatlar va qarangki zulmlar, istamlarni ko'rmay turib jannatga kirmaganligi va jannatga busiz yetishib bo'lmasligini Alloh taolo Qur'onda bizga bildiryapti. Demak, jannat har qancha ohangrabo bo'lmasin, har qanday musulmon unga intilmasin, unga yetish yo'llari tikanli va azobli ekanligini barcha musulmon mana shu oyatdan bilib olyapti. Va zikr qilinadiki, keyingi hadisda Imom Hokim va Tabaroniy rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh bandasini dard va kasallikka mubtalo etib sinaydi va bu tufayli uning barcha gunohlarini o'chirib, kafforat qiladi dedilar. Demak, qarangki shu hadisdan bilinadiki, Alloh subhanahu va taolo bizni kasalliklar bilan, bizni qarangki dard, qayg'ular bilan sinashi va bu sababidan bizni gunohlarimizni o'chirib, kafforat qilishi, ya'ni bizni jannatiga